Sevgi bu armon. Atrofi o'rmon. To'xta. Gulni kimga olib ketyapsan? Sizga oyi? Yo'q. Senga shirin farzand tug'ib bergan xotiningga ber. Rostdan. Rostdan? Xotinimga. Seriozmi shunaqa? Yo'q, Nay. Aya nima qilyapsiz? Kelinlik supuradi. Nazokat to'rayanta ham supuryapti. Tegma. Kechasi bilan bola qarab chiqdi. Uxlasin, damini olsin. Uxlaversinmi? Ha, uxlasin. Seriozmi? Seriozna. Tavba, bo'lishi mumkin emas. Gullari ko'pdir dunyoda, biri-biridan ziyoda. Ha bola, qayerga ketyapsan? Bitta beshik olib kelay. Bolaning mustaqil to'lib qolyapti, shunga sumakka yotqizaman ona. Beshikni nima qilasan? Taglik kiydir. Mana, lala ko'tayliklari. Paxtasi Amerikadan kelar ekan. Materiali yumshoqqina. Allergiya chaqirmaydi, namlikni o'zida saqlab qoladi. Kiydirsam bo'ladimi, aya? 2 martalab bolam. Rahmat aya. Bolalikdagi orzuyim lalakuy edi ayajon. Rahmat. Baxtimsan, baxtim. Aya endi oshirib yubordi. Shu ovqatni keliningiz qilardi. Bolam, menga shunday chiroyli bir go'zal farishta olib kelgansan, ovqat ham qildirgim kelmaydi. Patoringni limonat! Tur o'rningdan, abedgacha sasib uxlaysanlar. Ana xotinchangni ham uyg'ot, ovqat qilsin. Basharang qursin senlarni. Tushmakanda onasini emsin. Aytdim, hayotda unaqasi bo'lmaydi deb. Lala kuni kim tashlab ketdi boya seri sportivkada? Kim edi u farishtami?